Sizni Qo'qonboyvachasi bo'lishingizni xohlaymiz-da. Shuning uchun ham joylarni ham har xilidan topib kelyapmiz. U bo'lmasa bu deb tanlayverasiz. Mana shu 2 qavatli binoni ko'ringchi, 12800 kvadrat metr joyni egallagan ekan. Remontlari o'rta holda ekan, lekin tagi zo'r, ya'ni polniy pishig'ichdan qurilgan ekan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammosi yo'q. Faqat ikkinchi qavatga kanalizatsiya ulanmagan. Xonalari nechta ekan deysizmi? Birinchi etajda 14 ta xona, ikkinchi etajda esa 15 ta xona joylashgan. Birinchi qavatni ijaraga berishgan, oyiga 2 million arenda to'lashadi. Keyin kelishib ketsangiz, siz ham arendaga qo'yishni davom ettirsangiz bo'ladi. Bu yerga 3 ta joydan kirib chiqish mumkin. Narxini esa 170 ming kami bor deyishmoqda. Abisaniyaga tushib, egalarining nomeri bilan bog'laning. Sizga yo'lida qilib berishadi. Joyni to'liqroq ko'ray deysizmi? YouTube variantini beramiz. Video deb yozsangiz kifoya. Manzildan so'rasangiz Qo'qon shahar, Qog'ozgarlik ko'chasi 1-uy. Mo'ljal esa Bolshevik mexanika zavodi yonida joylashgan. Yonida uzun temir yo'l o'tgan ekan. Boy bo'lish baribir yaxshi-da deb intilayotgan biznesmen yaqinlarga videoni jo'natib qo'ying.